Said ibn Abu Burda otasi orqali bobosidan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam har bir musulmonning zimmasida sadaqa bor dedilar. Topa olmasa-chi dedi. Ishlasin, o'ziga manfaat keltirsin va sadaqa qilsin dedilar. Qodir bo'lmasa-chi yoki qilmasa-chi dedi. Tanglikka tushib, muhtoj bo'lganga yordam bersin dedilar. Bunga ham qodir bo'lmasa-chi yoki qilmasa-chi dedi. Amri ma'ruf qilsin dedilar. Bunga ham qodir bo'lmasa-chi yoki qilmasa-chi dedi. Yomonlikdan o'zini tiysin. Shu ham uning uchun sadaqadir dedilar. Bu narsalarni har bir mo'min musulmon odam ochiq oydin, ravshan holda tushunib olishi kerak. Mol dunyosi bor odamlar sadaqa qilsin ekan, yo'q bo'lsa ishlab topsin, ortganidan sadaqa qilsin. Bunga qodir bo'lmasa, hojatmand odamga imkoni qadar yordam bersin. Bunga ham qodir bo'lmasa, amri ma'ruf qilsin. Bunga ham qodir bo'lmagan odam hech bo'lmaganda o'zini yomonlikdan saqlasin ekan. Ana shu ham sadaqa o'rniga o'tar ekan.